Salom do'stlar, biz Pul Studios kanali. Momaqaldiroqlar filmi va nihoyat tomosha qildim. Bu videoda o'zim fikrimni bildirib o'taman. Bu shunchaki fikr, bilasizlar, tahlil anaqa emas. Chunki men ipidan nasiga yetib bermayman. Shunchaki filmdan olgan taassurotlarim bo'lishadi sizlar bilan xolos. Kimgadir qiziq bo'ladi degan umiddaman. Video oxirigacha ko'ring. Albatta bu yerda spoiler bo'ladi. Spoilerdan iloji yo'q. Endi bilaman, bir oilalarda bir 70%, 80% odam ko'rmagandir film. Agar ko'rmagan bo'lsanglar, pastga o'tib ko'rishingiz mumkin. Hech bo'lmasa TC formatda, tiniq formatda kutaman desanglar, unda bir oy kuchinglarga to'g'ri keladi. Ungacha spoiler chiqadi, o'sha filmni ko'rish tomondan qiziq qolmaydi. Shuning uchun xohlasanglar o'tib ko'rishinglar mumkin. Agar hozirgacha film dasturida bo'lsa, masalan, bir xil ссылка ishlamashi mumkin, shu paytda bilasizlar, muallif huquqini hisobiga shunaqa muammo bo'ladi. Chunki ko'pchilik Kapitan Amerika bilan shunaqa muammo bo'ldi. Kapitan Amerika o'zi eslash niyatim ham yo'q, u filmni agar solishtiradigan bo'lsam, bilaman, har xil ikkala har xil film, no baribir farqi bor-da. Oxirgi marta chiqqan masalan Marvel filmiga taqqoslaydigan bo'lsak, bu yerda qanaqa sifat, qanaqani film o'zi bo'sh, bu yerda qanaqadir potensial bor. Film davomida men qanaqa shunaqangi intriga bilan ko'rdim. Marvel daho shunchalik что Sentry'ni oxirigacha ushlab turishdi, bekitishdi, xuddi Sony o'rgimchaklarni bekitgandek yoki masalan, Kapitan Amerikada ham qizil xalqni bekitishganda sal odamda intriga bo'ladi. Qizil xalq qanaqa bo'lar ekan? Qanaqa? Ular yo'q, promo hamma narsa ko'rsatib tashlashdi. Promoda ko'rsatdi, hamma narsani ko'rsatdi. Posterda ko'rsatdi. Yonida posterda faqat Bob bor edi. Bob personaji bor edi. Boshqa personaj boshqa anaqa posterda Sentry'ni umuman hech qanaqa narsasi ko'rsatilmagan. Treylerda ham ayniqsa. U yerda faqat Void ko'rsatilgan. Void bilasizlar, bo'shliq nomli personaj Gustata. Agar eslab qolgan bo'lsanglar, u Void qora tarafi, Sentry'ni qora tarafi, yomonroq tarafi, teskari tarafi, chomni strana deydi-yu. Qora tarafi u, yomon tarafi qisqasi. Kelinglar birinchi bo'lib syujetdan boshlaydigan bo'lsak, bilasizlar, 3 ta uzog'i bilan 3 tami treylerga reaksiya olganman. O't ko'rishlar mumkin yoki o'sha yerda treylerga dublyajlar bor. Bu proyekt uchun rosa ko'p harakat qildim, dublyaj qildim, reaksiya o'sha hammasida aytib o'tganman tizerda. Aytuvdimki, bu film qanaqadir g'ayriodiyligi bilan ajralib turadi. Kapitan Amerika filmidan ancha yaqinda chiqqan Kapitan Amerika filmi. Mana Jasur yangi avlod nima bo'lsa ham. Undan ancha sifatli, zo'r ko'rinyapti, uni potensiali bor degandim. Uning ustiga lekin o'ta treylerda nima ko'rsatgan bo'lsa, film davomida unaqa narsa bo'lmaydi. Unaqa kutmanglar. Masalan, Valentina komanda yig'adi anti qahramonlarni Sentry'ni yengish uchun, ili shunaqa ma'noda, ili Sentry shunchaki bo'ysunmaydi, ular uni yengish kerak bo'ladi. Yo'q. Unaqa emas. To'g'ri, Sentry bo'ysunmasligi to'g'ri, lekin u komanda yig'ishi unaqa ma'noda emas ekan. Men shunaqa deb o'ylagandim, adashibman. Afsuski, u unaqa emas. Syujet bo'yicha Valentina hamma o'zi yaratgan narsalarni исследование deydi-yu, ruschalab aytganda. O'shanaqa narsani laboratoriya, masalan, Yelena ham laboratoriyani tozalash uchun yuboradi uni topshiriq uchun, keyin yana bitta topshiriq o'sha ular bir-birini o'ldirish kerak bo'ladi. U dialogda ham bilsanglar, men filmdan parcha joyladik. Marvel birinchi joylagan, keyin men dublyaj qilib joyladim. Uni o'sha yerda men sizlarni o'ldirish uchun yubordim, lekin sizlar komanda birlikda jamoa bo'lib ishlayapsizlar degan joyi bor. Ana o'sha joyini qilgan bo'lsanglar, film davomida men kutmaganim unaqa bo'lishini. Ularni shunchaki yo'q qilish uchun yuborar ekan, chunki treylerda ham ko'rsatishdi, kimdir bizni o'ldirmoqchi. Lekin kimligi aytilmagan. Shu odamga intriga berish uchun. Juda qiziq bo'ldi. Keyin men momaqaldiroqlar logosida oxirida yulduz bor, uni ham o'ziga yarasha anaqasi bor. Chunki ular har doim aktyorlardan so'rashdi, yulduzcha nima anglatadi desa, filmni ko'ring, filmni ko'ring, men aniq tushuntirmayman dedi. Spoiler qilgisi kelmadi, Tom Hollandga o'xshab. Tom Holland bilasizlar, spoilerman deyshadi uni. Shuning uchun ular spoiler qilmadi, shunisiga ham rahmat. Oxirgacha aniq qilishdi, intrigan men oxirgacha takansa ko'rdim to'g'risi. Syujet kelsak, shu ular oxiri birlashishadi, shu Sentry'ni yengish uchun. Bu Sentry, Void hammasi bitta anaqa personaj. To'g'ri, spoiler iloji yo'q edi. Spoiler joyida, keyin undan ham qiziq jizniy tarafi bor. Titrlardan keyin sahnani ham aytaman, joyin mayli, keyin kelinglar. Endi syujet o'zingizlar tushunib olasiz, men ipidan nasiga deyish niyatim yo'q. Personajlar Yelena Belova birinchi o'rinda, chunki treylerda faqat u chiqdi, eng ko'p diqqatda u bo'ldi. Keyin
Qizil soqchi. Lekin Qizil soqchi treyler ko'p chiqqaniga qaramay, filmda ekran vaqti ko'p emas. Xavotir olmanglar, u ko'p chiqmaydi, asabiylarni buzmaydi o'zini g'alati hazillari bilan. Har holda bu filmni unchalik ko'p hazil qilmaydi, unaqa odam asabini buzadigan darajada cringe manmi. Yo'q, faqat qora bevada sal asab buzuvdi, unda ekran vaqti ko'p edi. Bu yerda kamroq, to'g'ri. Ko'proq Yelena Belova, Jon Walker va Marvoq Bob. O'shanda ekran vaqti ko'proq. Bakida ham unaqa ko'p emas. Endi uni spoiler joyda aytdim. Taskmaster haqida keyinroq gapiraman. U вообще eng kulgili taraf filmmi. Personajga kelsak, shu hammasining o'zining arkasi bor. Umumiy qilib aytadigan bo'lsam, endi hammasida ham arka bor deyman, lekin sal bo'lsa ham ochib berildi. Jon Walker sal ochib berildi. Film davomida, mana Lochin qishki askar filmidan o'zar serialdan keyin nima bo'lgani, Yelena Belova Bob qo'lini ushlagandagi shunaqa qobiliyat bor, bilasizlar, uni o'tmishini ko'rsatadi, ya'ni yomon tarafini. Bu void deyishi bo'shliq. Chunki ko'pincha bo'shliq so'zni ishlatadi Yelena Belova desanglar, o'sha ham oxirida katta rol o'ynaydi. Men spoiler joyida aytaman. Qanaqini yutishgani void personaj. Keyin shu 3 ta odam qo'lini Valentinani ham qo'lini oladi, lekin u nimaga kerak edi hayronman. U personajni ochish ham shart emas, lekin to'g'ri ochib berilmagandi. Bu filmda sal bo'lsa bilib oldik. Lekin javnaqa tushuntirib berishman, shunchaki sal personajni ochish uchun kerak edi xolos deb o'ylayman. Tak, mayli. Personajning o'zgarishi, yumori bor, xarakteri bor, zo'r, bir-birligi bilan munosabati menga yoqdi, ayniqsa ham trio Yelena Belova, Arvoq va Jon Walker. No mayli, ular bilan bo'ldi biroz. Keyin u alohida bo'lib ketdi. Men 3 ta to Baki bilan Qizil soqchi qo'shilmaguncha tak zo'r. Film xronometraji 2 soat, shunga qaramay 2 soat, 2,5 soat bo'lganda odam mana shu kayf qilardi. Lekin 2 soat ham yetadi, yaxshi. Odam zerikmadi, uxlab qolmadi. Men qizig'i Kapitan Amerika filmida вообще orada bir uxlab turdi. Bu yerda dialoglar yaxshi, qiziq. Yangi personaj ham bor, Mel degan. U endi ma'lumot naqldimki, что u ham qanaqadir momaqaldiroqlar original momaqaldiroqlar komiksda personaj nomini eslamayman, qisqasi. O'sha komiksdagi personajni o'ynaydi qisqasi. U keyin anaqalarda paydo bo'ladi, ekranlarda o'sha rasm, o'sha Mel, o'sha personaj ekan. Lekin uni anaqasiga qaraganda u sal bilasizlar bug'doy rang. A o'tdagi personaj komiksdagi oq. O'shani aytmoqchi edim. Uzr. Nasib gap chaynalib ketadi shunaqangi. Kaseta chaynalganda. Aytmoqchi bo'lganim shu personaj ham qo'shildi. Endi u film davomida ko'ramiz. To'g'ri, keyinchalik u rivojlanadi. Personaj esdan chiqarishadimi, yo'qmi? Valentina bu filmda ancha kirisa, bilsanglar agar aqan kirisa, u Sentry'ni eng anaqa deb hisoblaydi. Yangi qahramon qasoskorlardan 10 barobar kuchli, bemalol yenga oladi ularni. To'g'ri, bizga qahramonlar kerak. U keyin bunaqa tushuncha paydo bo'ldi. Atak u unaqa niyati ham yo'q edi. Masalan, proyekt Chesavoy, mana Chesavoy omon qoldi degandan keyin o'ylab qoldi. Atak umuman rejasi yo'q edi bu narsa. Mana shunaqa narsa, menga o'sha taraf uncha yoqmadi. Nimaga kerak edi bu? Chunki Chesavoy chiqarish uchun men soatchi personajini Marvel kinoga qo'shish uchun to'g'ri, lekin unda boshida unaqa reja yo'q edi. Keyin aytishdiki, proyekt Chesavoy yo'q qilinmabdi, bor ekan, tirik ekan, bitta Bob degan odam tirik qolibdi degan. Shu yana bitta ism bor, Robert. Ko'pincha Robert deb chaqirdi. Bas shu, lekin Sentry ancha kuchli. Sentry personajiga keladigan bo'lsak, u afsuski ko'p ko'rsatilmadi. Mayli. Soundtrack вообще pushka. Soundtrack menga ko'proq yoqdi. Eng filmni plus tarafdan bo'layman. Soundtrack zo'r, ancha emotsional sahnalarda zo'r rol o'ynadi deb o'ylayman. Soundtrack masalan, treylerda ko'rgansizlar, men treyler hammasi nima, masalan, nechta treyler chiqqan bo'lsa, hammasida soundtrack zo'r ko'rsatilgan. Soundtrack bilan mos tushgan. To'g'ri, u original soundtrack emas u, lekin o'tdagi soundtracklar ham zo'r. Original soundtrack bu qasoskorlarning notasi bilan boshlanadi. Shunaqangi zo'r shedevr. Menga yoqdi. Ularning asosiy mavzusi momaqaldiroqlarni. Soundtrackga gap yo'q. Grafika bu yerda bilsanglar, даже Yelena Belova o'ynagan aktrisa Florence Pugh u binodan o'zi sakragan. Haqida videolar ham tashashdi, o'zi sakradi. To'g'ri, boshlanishiga mana sakraydigan joyiga aniq qilib bergan, o'zi lekin kaskadyorsiz.
O'shaning uchun film shunaqangi realistik, realizmga yaqinroq ko'ringan. Balki mototsikl haydagan, ag'dargan joylari, anaqa joylari rostakam joyda lokatsiyada olingan, juda ham zo'r. Qayerdagi Kapitan Amerikaning esinglar bo'lsa kemadagi jang bor, Tiamut Celestialning oldida, u yerda hamma narsa CGI bilsanglar. Hammasi grafika, CGI, VFX. U yerda bitta ham odam qatnashmagan. Bitta ham kaskadyor, bitta hech nima yo'q. Uchish hamma narsa CGI. Bu yerda eng qizig'i realizmga harakat qilishgan. Menga shu tarafi yoqdi. Mashina ag'darishdan tortib binoni qoldiqlar qulagunicha hammasi final qismida. To'g'ri, finalda biroz grafika muammo bo'ldi, modelkalar bo'ldi, odamlar emas, personajlar. Yelena Belova biroz John Walker Sentry bilan olishganda, mayli unga ko'z yumamiz. Undan tashqari boshqa joyda men grafikada hech qanaqa miyla ko'rmadim. Miyla xira anaqa ko'zga tashlanadigan, hammasi kino, IMAXda ko'rsa odamlar va maza qiladi deb o'ylayman. IMAXda ayniqsa. O'zi oxirgi reklama promolarida reklama qilishyapti. IMAX deb, IMAXda ko'rsa vaqti maza qilishadi. Katta ekranda, big screen, Screen X boshqa joylarda ko'rsa, vaqti kayf qilishadi deb o'ylayman. O'sha joylarda prям to'g'ri xira formatda ko'rdim. O'shandan grafika bilib bo'lmadi, yaxshimi yo'qmi. Atak lekin tiniq formatda ko'rsam ham keyin bilib olaman. Lekin atak film sifatli Kapitan Amerika filmidan bildim. Ancha yaxshi, chunki kritiklar maqtadi buni. Boshida men kritiklar baho qo'ygandan keyin o'zim ishonardim, kritiklar ko'p baho qo'ysa. Lekin bir tomondan qo'rqib turdim. O'ylagan 60-70 qo'yib yuborsa, Rotten Tomatoes dedi. Shunaqa xayolga bordim, lekin adashimman. Ancha katta ball bilan boshladi. Juda ham yaxshi. Lekin kassa bo'yicha bir nima deyapman, qanaqa yig'adi. Xo'p, yana nimalar qoldi? Action, bitta postanovka zo'r. Yelena Belova film boshida olishgani, masalaga aytdim treyler reaksiyada, koridordagi jang bitta kadrda olinsa zo'r bo'lardi deb. Rostdan bitta kadrda olingan, zo'r. Tepadan ayniqsa operatorlik ishi yaxshi bo'ldi. Koreografiya yoqdi menga, ayniqsa Walker bilan bo'lgan sahna. Walker mana Taskmaster, Yelena Belova arvoh olishgani, to'rttasi bir-biri bilan. U joyda ham koreografiya zo'r. Oxirida Sentry bilan olishgani. Undan tashqari boshqa joylarda ham bor jang. U yerda kamroq, u yerda xoreografiya bor, postanovka, tak bo'ladi. Atak action yoqdi. Lekin film oxiri sizlarni sal anaqa qiladi deb o'ylayman, xafa qiladi. Chunki sizlar bilan epic kutasizlar-yu, unaqa narsa bo'lmaydi. Xotiraminglar. Jang Sentry bilan dakansa olishadi. Yo'q, unaqa emas. U void bo'lib ketib qoladi keyinchalik. Qisqasi mana spoilersiz tahlil shu, mana kim o'ldi, kim ana qildi u haqida spoiler tarafda aytaman. Film qisqasi menga yoqdi. Balga keladigan bo'lsak, bal kelir spoiler tarafda ayta qolaman. Tak bal men balon qo'yaman, bilasizlar, uncha anaqa proyektlarga. Shuning uchun kelir spoiler tarafga kelamiz. Birinchi spoiler aytadigan vaqtim Taskmaster bu. Ekran vaqti umuman kam, bekor treylerdan kam ko'rsatishmagan. Qisqasi chiqdi. Hech bo'lmasa aktrisani ko'rsatish uchun bir rovga u o'ldi. Arvoh o'ldirdi uni. Endi John Walker o'ldirmoqchi bo'lganda orqasidan kelyotdi pichoq bilan. Uning ustiga maskasi qanaqadir kartondan deyman, bitta pulyaga ana qila olmadi. Teshib Valentina Taylor bunga shunaqa maska bergan. Menimcha, чтобы uni oson o'ldirish uchun, chunki bilasizlar, bu yerda Taskmaster bittasini ham harakatini takrorlamadi qisqa. Nega bilmayman. Takrorlasa bo'lar, John Walker harakatini takrorla. Mayli, arvohni takrorlamaydi, chunki arvoh u qolagan vaqtda nima bo'lib qoladi. Orasidan o'tib ketib qoladi. Shuncha Visionga o'xshab. Uni harakatini takrorlam. Lekin mana Yelena Belovani takrorlash mumkin edi. Yo'q. Yelena Belova ushgan ham yo'q, chunki sen meni anaqa emassan dedi. Sen menga kerak emassan dedi. Meni anaqa maqsadim boshqa odam. То есть цель моя, ты не моя цель dedi. Shunaqa dedi. Maskasini eshitib bo'ldi. 1 sekund, 2 sekund. Shunga aktrisa chiqib berdi. Вообще personajni yerga o'tib tashashdi. Tinchgina erkak kishi chiqqan ma'qul. Taskmaster masalaga aytdim, ayol kishi bu cringe. Erkak kishi bo'lgan yaxshi. Bizga original Taskmaster berishgan yaxshi. Va nihoyat berishadi degan umiddaman, chunki bo'ldi bu personajdan qutuldik, endi yo'q, bu o'ldi. Xo'p, keyin Sentryni aytmoqchiman. Bob, Void, Chesavoy hammasi bitta personaj. Chesavoy ekran vaqti kam, afsuski, lekin kiyim zo'r, kiyim yoqdi. To'g'ri, biroz kanondan yiroqda, ayniqsa ham S bukvasi. To'g'ri, mana hozirgi Superman'da ham S bukvasi prям bilinmayapti, g'alati. U zo'r menga yoqmadi. Bu yerda Sentryni znaki qanaqadir g'ayrioddiy. Даже S ham deya olmayman-da, uni qanaqadir. Kostyum yomon emas, lekin Sentryni o'ynagan aktyorim ja unaqa
Lewis Pullman adashmasam. Unaqa kachok masu, bo'ladi. Zato lekin shunaqangi kuchli. Momaqaldiroqdan kuchi umuman yetmadi. U shunchaki bundoq turdi bo'ldi. Umuman olishga ham yo'q, shunchaki turdi bo'ldi. Hech qanaqa reaksiya ham bo'lmadi. Shunchaki Walker qalqonni qishaytirib yubordi. Bilasizlar, Sentry'ning ishi degandim. To'g'ri topibman. Bu yerda men o'ylagan narsani ko'pi to'g'ri chiqib kelyapti eng qizig'i. Lekin shu haligacha bilolmadim Walker qalqon nimadan qilingan. Ko'pchilik menga komment yozdiki, bu yo'q, bu vibranium emas. Mayli. Must haqdir sizlar. Balkim oddiy metalldir, lekin qanaqasiga Taskmaster o'qiga chidoldi portlashiga. Qanaqasiga shuncha snaryad mana katta bronirованный mashinalar otdi, unga chidadi. Oddiy metall uncha chidolmasdi bunaqa uronga. Bilmadim to'g'risi. Lekin Sentry qishaytirib, takoga o'xshab qoldi. Takoni anaqasiga o'xshab o'zi ham aytdi. Sagnu как мой shit как lavash dedi. Lavashga o'xshatib qishaytirib tashladi. Menimcha originalda tako degan bo'lsa kerak, xuddi shu komment yozdi odamlar. Shaurma degan lavash. Qishaytirib tashladi qisqasi. Вообще shunaqangi urushdi. Mana keyin Krasnoy Straj mana qizi soqchi bilan ham sahna bor, uchirtirib olgan binoda. Shunchaki uchirtirib olib, o'yladim, qanaqa tirik qoladi desam, u yana orqaga qaytardi. Biladiki, shu odamlarni o'ldirishga anaqasi yo'q. Chunki ular menga hech nima qilishmadi-yu deb oxirgi Valentina bilan ozgina dialog bo'ldi shu bo'yicha. Lekin personaj menga yoqdi. Bu personaj yoqdi. Komedik, to'g'ri, naqa jiddiy emas Supermenchalik, to'g'risini aytamasak, Supermendan u ancha kuchli. Endi hozir spor boshlandi bilaman, yo'q Supermen kuchli nimaga? Часовой soatchi Sentry personaj. Sentry personaji million quyosh anaqa kuchiga ega, portlovchi quyosh. U yoqda lekin filmda afsuski mingta quyosh kuchiga ega dedi. Portlovchi quyosh. Milliondan mingtaga kamaytirish masalaga yetdimi? Kuchini kamaytirib qo'yishadi, ancha baribir. Lekin baribir bu bunaqa momaqaldiroqdan oson yenganga qaraganda Thor Kapitan Marveldan bemalol yengadi deb o'ylayman. Bemalol emas-u, har holda sal harakat qiladi o'tda. Chunki Doktor Doom bilan olishga tayyor bo'lib turibdi. Bu Doktor Doomga ancha munosib raqib. Osonlikcha yutolmaydi Doktor Doom uni. Yutolmaydi ham, chunki uni o'ldirish iloji yo'q hech qanaqasiga. Chunki Void personaji va bilasizlar, qora treyler ko'rsatdilar. Maybe I need to show you. Anaqa gaplari bilan Bakini qo'lini anaqa olib tashlagani, ayniqsa o'sha joylar вообще zo'r chiqdi, bilsanglar. Spoiler tarafiga keladigan bo'lsak, uni qanaqa yutishgani, bu men xuddi xayolim kelgan narsa, bo'shliq. Ular bo'shliqqa tushib qolishdi, to'g'ri, birinchi bo'lib Yelena kirib ketdi. Otasi orqasidan qolib ketdi baqirib. Shu mana joyi odamlarni qutqarishgan joyida odam shunaqangi emotsiyaga berilib ketdi. Walker katta tosh ushlab turgani, bu yoqda treylerda ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Arvoh shunday anaqa surib yuborgani vertolyot. Qisqasi hamma har bitta sahnani aytib o'tishim shart emas. Balki keyin mashinani, katta furgonni qo'li bilan uchirib yuborgani, bu yerda Yelena qutqargani, qisqasi odamlarni qutqarishgan sahnasi zo'r. Ko'proq xohladim shunaqa qahramonlar haqida film odamlarni ko'proq qutqarishgan, ya'ni просто так action. Keyin uni nima desam bo'ladi, miyasiga tushib qoldi, o'sha bo'shliqqa to'ldirdi, uni ko'ndirdi oxiri o'sha bo'shliqqa yengdi. O'shtaqa yo'l bilan. Masalan, uni ruhan yengishdi. Hech qanaqa anaqa kuch bilan emas. Nima desam bo'ladi, fizik kuch bilan emas, ruhan yengishdi. Juda ham zo'r. Va xuddi shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki uni boshqacha yo'l bilan yengib bo'lmaydi. Masalan, jismoniy kuch bilan yengish iloji yo'q. Hatto Baki kuchi yetmadi. Shunaqa qilib yutishdi oxiri, shunaqangi emotsiya oxirida ham, shunaqangi Bob, lekin Oscar uchun o'ynadi aktyor. Florence Pugh ham Oscar uchun ko'pchilik yozdi, Oscar darajasida o'ynadi. Florence Pugh bilan Bob o'ynagan Lewis Pullman. Mana komedik aktyorlar hisobga olsak, masalan, John Walker o'rtacha o'ynadi. U ham zo'r o'ynadi deyolmadim, lekin har holda yaxshi. Aktyor yaxshi, zo'r menga yoqadi. O'sha Agent Sha, masalan, Agent AQSh uchun men xursandman, chunki mana shunaqa jamoaga uni esdan chiqarishmadi Marvel. Jamoaga qo'shgandan ham xursandman, chunki esdan chiqarib yuborishadimi deb o'ylagandim, chunki Agent AQSh bo'ldi, esdan chiqarib yuboramiz. Yaxshi, lekin personaj esdan chiqarishmadi. Ayniqsa men uchun xursandman, mana shunaqa masshtabli proyektga chiqqaniga. Endi uni Doomsday kutdi, Qassoskorlar 5. Qiyomat kuni. Nomi sal qo'rqinchliroq. Endi bu jamoani keyingi Marvel filmlarida kutib qolamiz, asosan Qassoskorlar filmida Doktor Doomga qarshi olishadi. Afsuski, bu yerda baribir
kerakli personajlar halok bo'ladi deb o'ylayman. No, ayniqsa bu jamoa tirik qoladimi yo'qmi? Keyin film oxirida ular qasoskorlar deb nomlandi. Valentina ularni qasoskorlar deb nomladi. Lekin titrlardagi sahnada Qizil soqchi Avengers deb degan nomli qanaqadir formada chiqib keldi. Avengers emasda, Avengers. Что mualliflik huquqi bo'lmasligi uchun deb qo'yadi. No, nimaga kerak bu? Ko'pchilik negativ olib keldi degan qizig'i, nega Avengers? Avengers emas. Nima farqi bor? Va eski klassik qasoskorlar ushi yo'q. Juda ham g'alati, mayli, чтобы odamlarni adashtirib qo'ymaslik uchunmi? Lekin Walker anaqasi emblema A endi yangi emblemaga aylantirib oldi. Eng qizig'i formasi o'zgardi. Bakini ham formasi boshqacha, Yelenaning kiyimi. Ko'p hech nima kiymadi. Chunki u hali o'zini ongida, chunki ongi o'zgarmadi, bilasizlar, psixika bilan muammosi bor. O'zida bo'lmaydi, bir xil o'shandan Voidga aylanib ketib qoladi, Sentry'dan. Sentry bo'lish uchun ham unga ozgina Void uni boshqarishi kerak. Shu tarafi bor. Bas film zo'r. Menga yoqib, titrlardan keyin sahnalarni aytmoqchi edim oxirgacha. Fantastik paydo bo'ldi kemasi. Lekin shu joylarda sal xato qildi deb o'ylayman. Fantastik titrlardan keyin sahna ko'rsatib, o'sha odamlarda qiziqtirish qoldirishmadi. Shu odamlar o'zi biladi 616-yer olamga tushib qolishligini. Nimaga keragi bor? Yaqinda Fantastik bizni kutib turibdi-da, mana iyul yozda. Endi o'sha odamlar qiziqish uncha qolmaydi deb o'ylayman. Bu katta xato bo'ldi, chunki bo'ldi, olamga tushar ekan. Nima qilaman? Ko'rib, Galaktis chiqadi, Galaktis ularni olamni yo'q qiladi. Bo'ldi, ular boshqa olamga ketadi. Tushib qolishadi, to'g'rirog'i. Bo'ldi. O'sha hamma bilib bo'lgan bu narsani. O'sha borishdan ma'no yo'q, film ko'rdi. Shunchaki kimdir qiziqsa shu komanda paydo bo'lishni, undan oldin ham ikki xil fantastik chiqib bo'lgan. Hammasi arkasi bir xil boshlanadi. Qanaqa kuch olishgan. O'sha qiziq qolmadi deb o'ylayman. Lekin fantastik ko'rsatgan, umuman kutmagandim bunaqa bo'lishini. Universitetiga titrlardan keyin sahna tarixda 2 daqiqa bo'ldi. 2 daqiqalik men to'liq ko'rmadim, hech qachon topolmadim. Ko'rgan film versiyada ham yo'q eng qizig'i. Lekin Walker qanaqadir shlem emas, bunaqa shapka kiyib olgan, военный. Pakida aytganda kiyimi o'zgargan, hammasida Krasnoy Starda haligacha qalqon yo'q. Nega men bilmayman. Ustiga Walker qalqon hali ham to'g'rilab berishmagan. Nega bir vibranium beringlar unga ham bechara hech qalqonga yolchimadi. Ayniqsa men Qizil soqchi. Уже ikkinchi film ketadi. Haligacha qalqon yo'q. Hatto mana hatto даже Futura Fight o'yinida ham Qizil soqchini short qalqoni bor do'stlar. Hatto Qizil soqchini qalqoni bor. 1 minut. A few minutes later, a few moments later. Mana do'stlar. Yaxshi ko'rinmayapti. Qisqasi, bu Qora meva filmidan short bu yerda qalqon bor. Ko'rasan qalqon. Mana shunaqa obraz kutgandim. To'g'risi mana shunaqa obraz. Qisqasi ko'rdinglar. Nega emas? Futura Fight'da bor даже. Marvel Futura Fight o'yinida qalqoni bor. Nimaga yo'q? Qalqon bersa bo'lmaydimi tezroq? Hatto What If serialida ham chiqqan qalqon bilan. 3-fasl, lekin men 3-fasl umuman ko'rmadim. Shundagi treylerni ko'rdimki, Qizil soqchi chiqadi Baki bilan birga. Lekin keyin treyler bir xil joylarida kadrlar filmda yo'q. Afsuski, men xohlagandim. Ammo Walker bilan Yelena kulib turgan joyi yo'q. Bu yerda faqat arvoh bilan Yelena kuladi, Walker kulmaydi. Keyin Qizil soqchining oldiga kelganda Yelena eshik taqillatib boradi, o'sha joy esinglarda bo'lsa teaser treylerda. U yerda ham uy ichidan olingan, u yerda Yelena ko'rsatilmagan, u yerda ham kadr boshqacha. Keyin yerda Baki baqirgan joy bor furgonda, u joy yo'q. Yo'q, men o'tkazib yubordim, yo'q, u joyi yo'q edi. Masalan, menimcha yo'q edi u joyi. Chunki dialog bo'ldi. Qanaqa reja dedi, shunki buzib kirishdi bo'ldi. Baqir-chaqirib bo'lmadi. Chunki men o'yladim treylerda qanaqa drive beruvdi baqirganda, afsuski joy bo'lmadi. Keyin men limuzinga bir ikkita joylari ham yo'q. Masalan, Yelena esnab ketayotgani, bu yaxshi emas degan joyi bor Yelenani. Balki yana qochishdan oldin. Ularni ag'darib yuboradi limuzinni. Bu joylar mayli, qisqasi film zo'r, menga yoqdi. Treylerda kadrlar yo'q, mayli, unga ko'z yumamiz. Bu narsa birinchi marta bo'lmayapti. 9.5 qo'yaman. 10 qo'ysam bo'lardi. No, afsuski bitta ikkita joylarni hisobga olmasak,
Atak 9,5 men uchun eng zo'r film, shedevr. 10 qo'ysam ham bo'ladi. Deyarli 10, deyarli. Qasoslar darajasidagi film, no oxirida bilasizlar, yetishmadi biroz nimadir. Ular boshqacha yo'l bilan yengishdi, uni ruhan yengishdi, jismoniy tarzda emas. Bu taraf ham g'ayrioddiy bo'ldi, ayniqsa tomon o'sha joyida shunaqangi emotsiya bo'ldi. Bitadagi sahna ham zo'r, udar, menga yoqdi, film zo'r. Prям ko'rishga arziydi, ko'rishga maslahat beraman. Menga yoqdi, har taraflama zo'r. Masalan, Kapitan Amerikadan keyin bu meni xursand qildi. Kapitan Amerika ko'ta o'rtacha film edi. Boshda 95 edi, Rotten Tomatoes kritiklar baholadi, 88 ga tushib qoldi. Oddiy odamlar, bizga o'xshagan muxlislar 95% baholadi. Hozircha reyting shunaqa. IMDb da 7/7. Hozircha shunaqa platformalarda hisoblaydigan bo'lsak. Kassa bo'yicha faqat nimadir deya olmayman. Uni hafta yangiliklari o'qib qolsam, mabodo shunaqa haqida yana harakat qilaman. Bu rubrikani qaytarishga hafta yangiliklari ana shu yerda kassa haqida gapirib o'taman. Qancha yig'di? Hech bo'lmasa birinchi weekendda yoki oy oxirida qancha yig'di? Ishonamanki, ko'p yig'adi bunaqa reytinglar bilan, chunki reyting zo'r. Chunki 60-50 reyting bilan Kapitan Amerika 400, adashmasam 500 ga yaqin yig'di, million. Yarim milliard deyarli. Bu endi har holda 700-800 millionlarga borishi mumkin. Milliardga chiqa olmaydi, endi har holda boradi deb o'ylayman. Chunki marketing bu yerda вообще zo'r. Har kuni qanaqadir video tashishadi. Ishonishadiki, bu film muvaffaqiyatli bo'lishi. Albatta bu bo'ldi. Menga yoqdi. Sizlarga film yoqdimi, yo'qmi, ko'rdinglarmi? Umuman вообще-то kommentda yozib qoldiringlar. Shu bilan videomiz nihoyasiga yetmoqda. Kanalga obuna bo'linglar, bosing, qo'ng'iroq tugmasini bosing, boshqa videolarni o'tkazib bormaslik uchun bu Split Studios kanalida xayr salomat.